Mana aziz mehmonlar, mana Fazildan bor. Mana Fozil qor aka, Odil hoji, Vahab hoji aka, Usmon hoji, Ro'zmat hoji pizdes bo'ldi. Chidamas ekan, oqsoqollik qilib nima qiladi? O'zimga topshirmaysan bir 200 ming pul bilan jiyan. O'zim hal qilardi. Hazır gapni ko'tarmasang. Buni tashlab qo'yma Ro'zmat. Mana. Oqsoqollikni oldin bordi. Olmayman, olsa 200 ming beray, ne olaman? Bo'lsa bitta o'tirish qilib beradi. Bu Ro'zmat osonlikcha qutulmaydi. Muammoni ustiga muammo tug'ilar ekan. Uydan haydab chiqarib yuborishmasin demaydi. Borib aytasiz, 200 ming berasiz ekan. Men kelib shunga ishonyapman. Gap. Meniki o'zi teskari qarab ketib yoqib yubormagan. Mana olim hozir. Mana Bari Olimjondan antena chiqyapti. ha. Bu odam bu, inson mana bular. Hozir sekin men aytganman, ajralib qoladi odam deganman. Ishonmagansiz, Fozil aka, yoshingiz katta, menchalik aqli yo'q-da. Bu Ro'zmatni qochib ketishini men bilganman o 2 yil oldin. Ya qochmaydi. Yurgani yo'q. Uyda olib kelamiz. Boramiz o'sha yoqqa. Kecha boramiz. Ay shuni quvlab chiqib ketaman dedi. Ketaverasan. Duvalni ochib tushaveramiz uyga. Video Bir qilib. kuni Video qilib tashlang. ana nima nasosi bor-ku, kruzda nasos. Bor-da. Paxtakor nasos. Ana aytdim, naryoqda. O'sha yo, maytda o'tiribmiz. Gidrotenlar. Rasa o'tiribmiz. Paxtakorda gidrotenlarga Abdullayev Sag'ibda. Kadastrda ham ishlagan. Qamalib kelgan. U kelmadi. Hamma gidrotenlar keldi. Atqozlar ham keldi. Nashanlik injener keldi. Qolgan gidrotenlar hammasi keldi. Men chaqirdim. Bitta rasa o'tirdik. Nasosda. Ayaqa qilib otlagan ibrat kim kelmadi dedi. Isoq kelmadi. Uyda bilan qoldi. Hamma tayyor. Uyga bordik, kaferasida o'tiradi. Abdulla qiziq naryoqda. Yo'lchi salmakam naryoqda. Boshda o'zi chiqib turibdi. Mehmon bo'lib kelyapti. Yuravering, Bolalar endi ko'pchilikda 15-16 kishi bor. Ya, qo'yib bor ekan bu yerda qo'zichoq hozir. So'yamiz deb so'yamiz. Hozir Bittasi qo'yxonaga kirib ketyapti. Zo'rroq qo'ygan so'yvormaydi. O'rtasamda nariyoq qo'yib katta daka buradi. Ashir so'yamiz. Shu ashirni so'yish to'shidi. Fozil aka, bunday aylantirib olib boraman, shirin gap gapirib. So'yishib? Limonga qarang oldin. Ha. So'yishib, tozalashib, endi bu yerda yemaymiz dedi. Yana bordi. Vatkozga boramiz dedi. Hammasi tayyor. Ketdi endi. Ustag'am orqamizdan ketaverdi endi, xo'roz ketyapti. Ya yeymaydi. Borib ne katta xo'rozni pishirib, ne vatkozda urdik. Bor ekan-ku. Ajnaqalar Bu eskisi. Buni udalit qiling, menikini. Yomon to'g'rilab. Ro'zmatga bor shuna qilamiz-da. O'shanga ketyapti gap. Duoldan o'tib bo'lsa ham. Eshikni quvlab ketaman men dedi. Ketsang ketaver dedim. Qo'y bormi deysiz? Olimjon bilib turdi. Ha, ketaverdim, sen tovush qiyin emas. O'sha mana boramiz, duoldan oshib bo'lsin. Endi Ro'zmat kelsa, hali gapni hazil qilib, bizdan Ro'zmat qoluvdi, o'sha gidrofen deb aytib beraman. Hozir ham kulib yuradi, qo'yinni so'yib